Welcome to PUBG Mobile. Xullas, bugun Mirovoy titulli globalniy titul bor. Ana shuni olishga o'rganamiz. Qaysi deb so'rashlaring mumkin. U titulni olish juda oson. Juda oson. Qiyin emas, prosta o'ylanadi bu. Nokperas arjada David qilas pistoletni o'g'onsha ko'tarayotgan arjizda. Xuddi mana shu titul. Global 12 P92 da ko'targanman o'tgan oy. Bu titul har oy almashadi, har oy. Bir sezonda reyting 0 ga tushadi. Har oy bu vaqtinchalikka beriladigan titul bu, 1 oylik titul. Lekin juda chiroyli titul. Xo'p, qurol jangovar kuchga o'tamiz. Men pistoletda ko'targanman. P92 da 6-o'rin turibman. Yevropada 1-o'rinman. Aytmoqchi yana bir narsa. Zava, Ultimate Zava. Mana bu titulni olish hammasini kelishamiz. Hammasini yozsalar. Mana Yeta Muxa Senior degan bola. Sarakan sotamiz, donasi 50 mingdan. Hazil o'zini yo'liga, lekin titul Zava hammasi oberadi. Izlasa umuman chiqmaydi. İzlemesi 2 talab chiqadi-da. Hozir Rivalierda ko'taryapman mana R1895 da. Sherigim nok qilib endi otaman deb borsam, sherigim otib tasha, David tasha. Xohlasangiz nokizda David sizlar, xohlasangiz men to'liq otib nok qilasiz. Biz rang ko'tarasiz pistoletda. Bu pistolet 2 ta deysa bo'ladi, nok beradi 2 ta. Drabovikka o'xshaydi. Yar zaman bir yomon ovoz yorib bo'laman-da. O'shasan. Watch out! Metkamda. Orqada, metkada, orqada. O'zi qo'shmaylik dedim. Your teammates can still recall you. Ana. O'lib qopti. Nikini qara. Nega mos o'yladi lekin? Buni yodib olgan mashinada o'zimda ishlamoqchi bo'ldi. Jonatan qo'ygan bu. Nimaga shunaqa?